Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Barchangizga ro'za Ramazon muborak bo'lsin. Biz ham kichkinagina hissamizni qo'shish uchun Umra safarida yurgan dindoshlarimizga o'z ehsonimizni yubordik va ularga yetib bordi. Albatta duo ham oldik. Sizlarni ham shu duolarga maqbul qilib, shu retseptni siz bilan bo'lishmoqchiman. Maşallah. Allah kabul kılsın dergahıda kılıngan ihsanlarını dergahıda kabul kılsın. Rozadarlarını iftar kıldırganların mükafatını kıyamette cennet Amin. kılıp versin. Amin. Kızımla ailesi bilen kılgan bu mehnetlerini Allah o'zi ikki dunyo baxtini Amin. saodati bilan shu Amin. xonadonlarga ulkan Amin. barakotli Amin. Allohu akbar. kelib o'zlari shu joylarda endi Allohning mehmoni bo'lishsin hamma. Allah chaqirsin. Allohu akbar. Tayyorlagan mini patirchalarimiz juda ham qumur-qumur, og'izda erib ketadi. Kichik hajmda sizga retseptini ko'rsatib beraman. Siz uyda bolalaringiz uchun tayyorlab bersangiz bo'ladi. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda margarinli massamizni tayyorlab olamiz. Buning uchun bizga 250 grammda margarin va 125 grammda mol yog'i kerak bo'ladi. Birgalikda eritib tayyorlab olamiz. Endi eritilgan margarinimizni idishimizga solib olamiz. Ustidan 375 grammda suv, 1 choy qoshiqda tuz, 2 osh qoshiqda shakar va 1 osh qoshiqda droji solinadi. Ustidan 800 gramm atrofidagi unni elakdan o'tkazib qo'shib olamiz va xamirimizni qorishtirishni boshlaymiz. Patirchalar uchun xamirimizni qattiqroq qilib tayyorlab olamiz. Endi xamir ustidan to'g'ralgan 130 grammda yong'oq qo'shib olamiz. Yong'oq bilan birgalikda xamirni yaxshilab qorishtirib olamiz. Mana xamir tayyor bo'ldi. Endi buni ustini selofan bilan o'rab, ustini issiqroq sochiq bilan yopib qo'yamiz. 30 daqiqaga oshirib qo'yamiz. Xamir juda ham oshib ketmasin, o'rtacha oshib olgan xamirni kichikkina zuvolachalarga bo'lib olamiz. Mana tarozidan ko'rsataman, xamir zuvolamizni 40 grammdan qilib tayyorlab oldik. Shunaqa kichkinagina nonchalar tayyorlab olamiz. Chakich uramizda ustiga tuxum sarig'i surtib, sedana bilan bezatib olamiz. Qizib turgan duxovkada 25-30 daqiqa mobaynida 150 gradus haroratda pishirib olamiz. Mana bolajonlarimiz uchun kichkinagina patirchalarimiz tayyor bo'ldi. Bularni issiqqina novvoy choy bilan bersangiz, mazza qilib iste'mol qilishadi. Albatta sizlar ham qumur-qumur bo'lgan bunday patirchalarni tayyorlab ko'ring. Kelasi videolargacha sizlar bilan g'oyibona didor qadar xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.